Salom Arnold. Qachondan beri o'rgimchak odamga o'xshashga harakat qilyapsan? Ha, tushundim. Sen orzuyingdagi qizni ajablantirishga qaror qilgansan. Menga bu g'oyang yo'qdi. Uning yuragini derazani taqillatganday taqillatishing kerak. Menimcha, bunday o'pish bilan uni qo'rqitib yubording. Arnold, bu nima ahvol? Xavotir olma, Arnold. Asosiysi tanangdagi eng kuchli suyak bilan yerga tushishing kerak. Sening suyaklaring betondan ham kuchliroq. Oyoqning pastki qismida, tizza va oyoq o'rtasida taxminan kvadrat millimetr bo'lgan tibiya mavjud bo'lib, u kuchlanishda ya'ni 12 kilogrammgacha va siqilishda esa 16 kilogrammgacha bo'lgan yukka bardosh bera oladi. Bu betondan ham kuchliroq. Tasavvur qilgina, bu uylar suyaklardan qurilgan. Arnold, taslim bo'lma. Senga maslahatim unga pitsa yetkazib beradigan kuryer niqobi ustida uning oldiga borishga harakat qil. Voy, Arnold, Tayaning yigiti endi nafaqat ananasli pitsa, balki seni ham kuningni ko'rsatadi. Arnold, yana suyaklaring sindi shekilli. Lekin tashvishlanma, bu sening foydangga. Ma'lum bo'lishicha, suyaklarning sinishi bu foydalidir. Darhaqiqat, shifo va sintez jarayonida sinish joyi atrofida yangi suyakning himoya manjeti kabi narsa hosil bo'ladi. Va davolanishning birinchi haftalarida sinish joyidagi suyak bir muncha vaqt odatdagidan kuchliroq bo'ladi. Endi suyaklaring kuchayib borgani uchun eng ekstremal narsani qilish va mototsiklda tramplindan tezlashib Tayaning kvartirasiga uchish vaqti keldi. Ishonchim komilki, bu hiyla unga senga e'tiborini qaratishi aniq. Attang, Arnold, mashq qilishing kerak edi. O'rtacha suyak sinishining tiklanishi uchun 6 dan 8 haftagacha vaqt ketadi. Suyak sinishi bo'yicha jahon rekordini amerikalik kaskadyor Evel Knievel o'rnatdi. Uning suyaklari 433 marta singan va u 69 yil umr ko'rgan. Arnold, bu sening romantik harakatlaring hayoting uchun xavfli bo'lishi mumkin. Qara, bu Tayaning yigitimi? U senga sovg'a olib kelgan shekilli. Menimcha bu juftlik senga achinishdi va Taya senga salom yo'lladi. Nima? Arnold, omadingda yana sinab ko'rmoqchimisan? Nima bo'lsa ham o'zingda ehtiyot qil.